Shunaqa ayollar kelishadi oldimga, что ularni erlari ayolidan qoniqmaydi. Ya'ni o'sha qin sohasi bilan jinsiy munosabat qilishdan qoniqmaydi va orqa tarafdan anal sohaga jinsiy munosabat qilishni istaydi. Lekin bu tibbiyot tomonidan ham, bizni qadriyatlarimiz tomonidan ham qat'iyan man qilingan narsa hisoblanadi. O'zi orqa tarafga xohlash bu уже psixologik qandaydir bolani, ya'ni erkakni travmalari bor. Bunday balkim bo'lishi mumkin yashirin, ya'ni erkak bilan bo'lish xohishi. Qandaydir o'zini ichki hirsini уже boshqacha yo'l bilan qondira olmaslik xohishi, ya'ni u o'zini ichidagi qaysidir jarohati tufayli bunday holatlarga kelib qolishi mumkin bo'ladi. Lekin bu yerda ayol yo'q deyishga haqli. Agar ayol kishi erini yo'qotishdan yoki uyda yana qandaydir holatlar bo'lishidan qo'rqayotgan bo'lsa, rozi bo'layotgan bo'lsa, bu uni tanlovi. Lekin bu narsasida sekinlik bilan er-xotin o'rtasidagi munosabatga ham qandaydir sovuqchiliklarni olib kelishi mumkin. Va bunday holatlarga ba'zi ayollar norma deb qaraydi. Lekin bizni qadriyatlarimiz va tibbiyot sohasidan olib qaraganingizda bu juda ham xato. Va ayol qachon o'zining shaxsiy chegaralarini va u bilan bunday munosabat qilish mumkin emasligini, o'zining haq-huquqlarini yaxshiroq tushunib olsa va uni qo'ya olsa va ichki samootsyenkasini, o'ziga bo'lgan ishonchini oshirganda, hech qanday erkak bunga bunday taklifni bildirmaydi va taklifni bildirgan taqdirda ham ayol bunga yo'q deyishga haqqi bor.